Alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar bilan men Dilisi Shaymanov. Sizlar bilan bugun men live o'yinlarni o'ynayman do'stlar. Qani bir tarkibga nazar solaylikchi. Hammasi joyida do'stlar. Qani go. Birinchi o'yin ketdi. Har doimgidek do'stlar, ikkita o'yin o'ynayman. Ha, aytgancha obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, like bosish, obuna eslaringizdan chiqmasin do'stlar. Vah. Men qator o'ynab qo'ysa kerak bu ham. Qani go, o'yin boshlandi. Voy, kirkis. Kechagi tarkibga juda o'xshayapti do'stlar. Men 3-2 yutib qo'ygan akkauntga. Qani go. Gol Cristiano Ronaldodan ajoyib gol do'stlar. Ahamiyat bermaysizlar do'stlar, ozgina hichoq tutgan. Xuddi shu akkauntga do'stlar qaranglar. Yaxshilab e'tibor berib qarasanglar. Kecha ham bu o'yini ko'kiydi. Bugun ham Gundoganlar bor edi. Neresh. Bu juda eski akkauntda do'stlar. Qanday qilib yana shu akkaunt bilan tushish baxtiga ega bo'ldim. Kechagi alamlarimni bugun olmoqchiman do'stlar shu akkauntdan. Shu akkaunt egasini ham va Cristiano zarba darvozabonni qutqardi bir marta. Bosh bilan zarba. Kylian Mbappe. Ajoyib gol. Bu bolani bugun aniq yediraman dedimmi? Mana do'stlar, 30-daqiqa o'zi tan berib chiqib ketdi. Soat 11dan 4ta o'tdi do'stlar. Internet yaxshi ishlamayaptimi, nima bo'lam endi? Buni o'chirib qo'ydik. Boshqatdan kirib chiqamiz do'stlar. Retri qo'yaylik chonsi. Ajoyib gol bo'ldi lekin. Kecha vashshe karillavergan edi bola lekin. Pulisic. Depul tushib ketadimi do'stlar? Men kommentariyaga yozib qoldiringlar. Depul tushib ketishi ham mumkin. Chunki 25-yil 81 yil adashmasam. Qani go do'stlar, yana bitta o'yin o'ynaymiz va shu bilan videoni o'z yakuniga yetkazamiz. Bu Galatasaray. Osinxonlar bor ekan. Bu ham eski akkaunt ekan, do'stlar. Qo'rqinchli akkaunt. Mana boshlandi o'zi do'stlar, boshidan qo'rqinchliligi.
Yoshi mayda past bola ekan, menga yoqmadi. Короче. Asablarim o'ynab ketyapti do'stlar. Nuno Mendes, Bruno Fernandes. Dybala. Osimhen zarba yo'lladi va gol. Afsus, Osimhen gol urib qo'ydi menga. Hozir men ham olib qo'ydim. Endi mazgisiga yong'oq chakaman, ishoninglar do'stlar. Osimhen. Bruno Fernandes. Xato. Van Dijk qizil olish ehtimoli katta hozir. Ajoyib zarba yo'llandi va gol. Dybala. Asablarim chiqib ketyapti. Van Dijkga yaxshiyam sariq berdi. Pastlashni o'ynayman endi do'stlar. Yana bir xato. Xatolar ustiga xato qilyapman. Mana bir yana xato. Cherki. Kulib qo'yaylik ishonsa shunimasiga. Birinchi o'yinimni yutdim. Ancha gol urdim. Ikkinchi taym yutishga harakat qilaman do'stlar. Go. Bola boshladim yoki men. Xato. Yana Dybala. Osimhen. Do'stlar, nimalar bo'lyapti? Akkaunt. Osimhen, yana Osimhen. Voy, endi chiqib ketmasam bo'lmaydi. Ashya xo'rlab qo'ydi bo'laman. Amal do'stlar, yana bir o'yin o'ynab qo'yaman. Sizlar uchun. Akkauntni tashlab bo'ladi. Bir chiqib ketgandan keyin do'stlar. Lukman bilan Timber. Ular qiziqtirmaydi. Qani go. Qani bir tavakkalsiz kot terib o'ynab ko'raylik do'stlar. Balkim bironta bola chiqib qolar. Chiqmadi. Endi bu yerni bosaveramiz. Agar yana o'sha Galatasaray chiqib qolsa, buni sal xo'rlardim do'stlar, ishoninglar. Chunki xuddi kecha tushgan akkauntim bilan bugun ham tushdimda.
Tasodifan-da do'stlar, tasodifan. Do'stlar, kecha yana bitta video olgandim. Uni ham hali YouTube'ga qo'yaman. Birinchi bo'lib buni ertaga qo'ysam kerak. Qani ketdi. Voy! Qo'rqinchli akkaunt. Vohde. Kimlarni olib tashlagan, qaralar. Krishtianuning reytingi baland ekan. Va internet qotyapti hozirroq. Do'stlar, jinguli. Internet qotyapti. Yana o'sha internet o'lib ketsin, o'sha internet o'liblar ketgir. Internet qotyapti, internet kimdir telefon qilyaptimi yoki? Matip Modric qochishini qaranglar do'stlar. Aytgancha hammani Ramazon oyi bilan tabriklayman do'stlar. Yo'q. Hozir Mbappe olib qo'ydim. Yana internet qotyapti-ku. Yana Holland. O'sha internet ishlamagan uchun rozi emasman, bor internetchilardan. Sevichilardan bor-ku. Qaranglar. Shu bilan do'stlar video tugadi. Menimcha internet rasvo bo'ldi, shonlar. Qaranglar, rasvo bo'ldi-ku. Akkauntdan rasvo chiqdi internetda. Shuncha paytdan beri ishlab kelayotgan internet ishlamay qolsa-da. Shu bilan video o'z yakuniga yetadi. Sizlar bilan to'lasi Shaymon. Xayr do'stlar.